5 kishidan fitr ro'za bermasin. Birinchisi xotin, erdi gardaniga vojib emas, o'zi boyib bersin. Ikkinchisi o'g'liki bolig'di. Bolig'di, o'zi judo bo'lganda otasidan, sarfarast otaga emasdi. Ota o'g'ilni o'zi bersin. Uchinchisi otajonni tarafidan ham bermasin, otani o'zi bersin. To'rtinchisi onasini tarafidan ham bermasin, onani o'zi bersin. Beshinchisi ham ko'proq do'stlar so'raydiki, oyo familiyamda qanniga bachasi bor, hanuz dunyoga kelgani yo'q, qannidagi bachaga ham fitr ro'za bo'ladimi? Bo'lmaydi. 5 kishiga fitr ro'za berishlik gardaningizga vojib emas. Agar ihson qilasiz, o'zingizni tarafingizdan bir tabarru mardonalik ko'rsatasiz, pul berasiz, ba'dan o'zini tarafidan fitr ro'zasini beradi. Bu joyi judogona. Fitr ro'zani sohibi nisob, boy kishi ham o'zidan beradi va ham sag'ir avlodlaridan qiz bo'lsin va o'g'il bo'lsin, boshqa hech kimning tarafidan ham fitr ro'za bermaydi. Albatta bir farzand degani tarafidan ham beradi. Bolig'da qizi bo'lsin, o'g'li bo'lsin, vali divonadir. Aqli joyiga emas, majnundir. Uni shariat muqaddasga mayda tifillarning hisobidan o'tkazadi. Uni tarafidan ham nima beradi? Masalan, fitr ro'zasini beradi.